Do'stim, nima bo'lgan taqdirda ham, hayotingizda qanday qiyinchilikni boshingizdan o'tkazayotgan bo'lsangiz ham, faqat va faqat o'zingizga ishoning. Nimaga bunday deyapman? Shuncha payt Vozina dedingiz. Yo'q, bas qiling. Endi bizda yangi qahramon mavjud. Paragvay milliy terma jamoasi posboni. Bundan ro'pparosa 6 yil avval faoliyatini yakunlashga juda ham yaqin kelgan, ammo bu ishni qilmagan va qayta olgan Orlando Hill haqida gaplashamiz. Jahon chempionatining yangi qahramoni 4 yil davomida asosiy tarkibda o'ynamagan va hatto faoliyatini yakunlash haqida ham o'ylagan futbolchi. Paragvay darvozaboni Orlando Hill 2020-yilda jamoasi bilan quyi ligaga tushib ketgan va u yerda zaxira darvozaboni bo'lib qolgan. 4 yil davomida yuqori saviyada birorta ham rasmiy o'yin o'tkazmagan. Keyin esa ijara asosida San Lorenzoga borib, asosiy tarkibdan joy olgan. Bu darvozabon jahon chempionatiga yo'l oldi va bugun Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. U penaltilar seriyasida 2 ta zarbani qaytardi va uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 26 yoshli posbonning ayni vaqtgacha professional futbolda atiga 76 ta rasmiy uchrashuvi bor. Faqat va faqat o'zingizga ishoning do'stim. Boshqa hech narsa demayman.